Omadli quyoncha. O'rmonda bir quyoncha yashar edi. Erta bahor kunlarining birida uning rosa qorni ochdi. Qorlar endigina erigan, o'tlar esa hali o'sib ulgurmagan. Bunda qor tagidan chiqqan bir o't ko'rinib qolmasa, o'rmon hali bo'm-bo'sh edi. Shunday kunlarning birida quyoncha biror yegulik topish umidida inidan chiqdi. Tashqari sovuq ekan. Quyoncha issiqqina iniga qaytgisi keldi. Lekin ochlik bunga yo'l qo'ymadi. U o'rmon bo'ylab ketdi. Bir joyda yangi chiqqan o'tni ko'rib sevindi va uni yeb oldi. Lekin bu juda kamlik qildi. Quyoncha yana yo'lida davom etdi. Bu orada maydalab yomg'ir yog'a boshladi. Quyoncha yana biror yegulik topishni o'ylab yo'lida davom etib ketaverdi. Yomg'ir kuchaya boshladi. Birozdan keyin sel quya boshladi. Quyoncha yomg'irda ivib sovqota boshladi. Iniga qaytmoqchi bo'lib turganida uni ayiqcha chaqirib qoldi. "Yomg'ir tinganicha menikida o'tirib tura qol", dedi ayiqcha. "Qanday bo'larkan? Mening hamma joyim ho'l", dedi quyoncha. "Hech qisi yo'q, isinib olasan. Yomg'irda bir o'zim zerikib o'tirgan edim." Quyoncha ayiqning uyiga kirdi. Ayiqcha bilan birgalashib choy ichishdi. Sovuqdan titrayotgan quyonchaning tanasiga issiq yugurdi. Ayiqchadan minnatdor bo'lib, unga rahmat aytdi. Ular birgalashib yomg'irning tinishini kuta boshlashibdi. Yomg'ir esa tinmasdan 2 kun yog'di. Ayiqcha bilan quyoncha bu 2 kunning qanday o'tganini bilmay ham qolishibdi. Ular issiqqina uyda har xil o'yinlar o'ynashdi, kitoblar o'qishdi. Bir kuni ertalab turishsa, yomg'ir tinib, quyosh chiqibdi. Quyoncha endi uyiga ketish vaqti bo'lganini bilib, ayiqcha bilan xayrlashibdi. Ayiqcha usiz zerikishini aytib yana 1-2 kun qolishini iltimos qildi. Lekin quyoncha yana kelishini aytib yo'lga tushdi. 2 kunlik yomg'irdan keyin o'rmon rosa zax tortgan, lekin sovuq qaytgan va yam-yashil o'tlar o'sib chiqqan edi. Quyoncha yo'lma-yo'l o'tlardan yeb qornini to'yg'azdi va uychasiga yetib keldi. Kelib bu yerni taniy olmay qoldi. Quyoncha in qurgan tepalik yomg'irda ivib o'pirilib tushgan, usti o'tlar va gullar bilan qoplangan. Quyonchaning ini esa suv bilan to'lgan. Og'zi ham berkilib qolgan edi. Buni ko'rib quyoncha xafa bo'lib ketdi va yig'lay boshladi. "Men omadsiz quyonman. Avval yomg'irda qoldim, endi inimni suv bosdi. Nega shunday bo'lyapti?" deb rosa yig'ladi. Birozdan so'ng o'ziga kelib o'ylay boshladi. "Yo'q, men noto'g'ri aytyapman. Men omadsiz emas, aksincha omadliman. Mening ajoyib do'stim ayiqcha bor. U qiyin paytda menga yordam berdi. Buning ustiga yaxshi hamki ovqat qidirib inimdan chiqib ketibman. Bo'lmasa, suv bosgan inimdan chiqa olmay o'lib qolishim mumkin edi. Mana kunlar isiyapti, ovqat ham yetarli, oyoqlarim baquvvat. O'zimga boshqa joydan bundan ham yaxshi in kavlab olaman", deb quyoncha o'zini ovutibdi. Quyoncha shu paytda yolg'iz ekanligini, uning yonida dalda bo'ladigan hech kim yo'qligini, agar tushkunlikka tushsa halok bo'lishi mumkinligini sezib, o'zini qo'lga olibdi. Quyoncha oyisining har bir qiyinchilikning orqasida bir yaxshilik bo'ladi degan gaplarini eslab, yangi in kovlash uchun joy qidirib ketdi. Ko'rdingizmi bolajonlar? Har bir ishda xayr bor deb bejizga aytishmaydi-da. Keyingi ertaklarda ko'rishguncha xayr bolajonlar, salomat bo'ling.